Ammo başaramadım. Qaldirg'och milliy taomlarini ashaddiy mehmonlarni iltimoslarini inobatga olgan holda Qushbegi filiali turimiz Qaldirg'och milliy taomlarida Ko'kchadagi smukerni bildinglar, butun Toshkent his qildi. Endi bugundan xudo xolasa Qushbegi filialiga ham yo'lga qo'ydi o'rtoqlar. Go'shtlar maza, asado go'shtlari bugundan smukerda pishadi. Mana Begzod akam shu yerda shef poveri. Xudo xolasa birgalikda bugun chisloyimiz 16-fevral, bugun ertalab 9 da qo'yamiz. Necha tayyor bo'ladi? 8 soatda pishadi. 8 soatda xudo xolasa nari beri 6 ga yetib olar ekan. Bugun hammalar tutamiz. Asadoni smukerda pishgan go'shtlarga begizgan. Boshlang aka. Nimadan boshlaymiz? Davay, ketdik. Graduslar tayyor, hammasi zakonli. 120-130 beryapti. Hozir go'shtlarni joylaymiz begizgan bilan. Qani bismillah. 16-fevral. Ertalabdan xudo xolasa boshladi mana. Oh. Va pashillashini qarang, ovozlarni pishillashini. Bitta ketdi. Begizdagi qaysiga qo'yamiz? Ikkinchisiga ketdi. Qaldirg'och milliy taomlari Qushbegi filial kichik xalqqa yo'lning yuzida Sergelini Mo'sidan tushib kelishda o'ng qo'lda chiqadi o'rtoqlar. Qushbegi chorrahaga mashti keltirishda o'ng qo'lda joylashgan. Manzilni hamma biladi, to'g'rimi? Ko'kchani his qildinglarmi? Qushbegini ham his qilinglar. Mazasi shu yerda bo'ladi, qarab turinglar. Kaç gün ömrümüz var ki kaç gün yaşarız.